Barchangizga assalomu alaykum. Futbol manzili kanaliga xush kelibsiz. Tasavvur qiling, stadion jim, monitorlarda VAR tekshiruvi ketmoqda. 6 daqiqa. 6 daqiqa davom etgan sukut va birgina qaror butun bahsni portlatdi. Pep Guardiola yana VAR tizimiga qarshi chiqdi. Manchester City Carabao Cup yarim finalining ilk uchrashuvida Newcastle Unitedni safarda 2-0 hisobida mag'lub etdi va final sari katta qadam tashladi. Ammo g'alabaga qaramay, o'yindan keyingi asosiy mavzu hisob emas, balki Antoine Semenyoning bekor qilingan goli bo'ldi. VAR tekshiruvi deyarli 6 daqiqa davom etdi. Chiziqlar chizildi, qayta ko'rib chiqildi va yakunda gol bekor qilindi. Ana shu qaror Pep Guardiolaning sabr kosasini to'ldirdi. U matbuot anjumanida ochiqchasiga savol qo'ydi. Nega noyabr oyida Premier Ligada Newcastle'ga qarshi 2-1 hisobida mag'lub bo'lganimizda VAR umuman ishlamadi? Pep o'sha o'yindagi vaziyatni eslatdi. Fabian Sharning Phil Fodenga so'nggi daqiqalarda qilgan qo'pollig'i penalti bilan jazolanmadi. Qizig'i shundaki, keyinchalik muhim o'yin hodisalari bo'yicha hay'at bu qarorni xato deb topgan. Bu aqldan ozgan penalti edi. Hatto muhokama ham qilinmadi. Bugun esa 4 kishi chiziq masalasida qaror qila olmadi, dedi Guardiola. Pepning asosiy e'tirozi bitta: izchillik yo'q. Ba'zi o'yinlarda VAR mutlaqo jim, ba'zilarida esa futbol 6 daqiqa to'xtab qoladi. U shuningdek Angliya Kubogi finalini ham eslatdi. Crystal Palace'ga qarshi o'yinda darvozabon Dean Henderson jarima maydonchasidan tashqarida Erling Haalandga nisbatan qo'li bilan o'ynagan, ammo qizil kartochka bo'lmadi. Men o'shanda ham hech narsa demadim, deydi Pep. Ammo bu safar u aniq gapirdi. Ishonchim komil, Howard Webb kelib bu holat bo'yicha tushuntirish berish kerak. Endi barcha e'tibor 4-fevral kuni Etihad stadionida bo'lib o'tadigan javob uchrashuviga qaratilgan. G'olib jamoa finalda Chelsea yoki Arsenalga qarshi maydonga tushadi. Ammo eng katta savol ochiq qolmoqda. VAR futbolni adolatli qilyaptimi yoki uni yanada bahsli maydonga aylantiryaptimi? Bahs aynan shu yerda boshlanadi.